好，欢迎同学们来到新疆共青团网上双语夜校，教你学汉语情景绘画，即学即用。我是你们的老师 Tegila Asghar。今天我们要学习的是第4单元的第2部分。Bugün bizning o'rganadiganimiz 4-chi qismningki 2-chi bölümü。那undaq bo'lsa, saboqdoshlar，我们一起来看一下今天的生词。Aldı bilan biz mushu bugungi ham so'zlarni bir ko'rib baqsak. Birinchi so'z 吃 yazilishi 一个口 anandagi 撇横横折弯钩 吃 ma'nosi yeyish. Tamoq yeyish desak 吃饭 Tamoq yedingizmi? 你吃饭了吗? 你吃饭了吗? Sizniki nima tamoq yedingiz ba? 你想吃什么饭? 你想吃什么饭? Bugün iştahayım yok, tamoq yegim yok desem, 我今天没有胃口，不想吃饭。你吃了吗? tamoq yedingizmi? degan ma'noda 吃。随便，随便，随 degan bu xat 一个耳刀， andın就一个有没有的个有吧，有的个有，andın 一个走之底，随。那么变的个呢，一个单人旁 ，andın 一个横，竖横折，横qilib 撇 bırak tushdi, menda shu yo'q, 一个撇，一个捺，随便。随便 degan bu so'zniki ma'nosi ixtiyoringiz. Masalan, nima yeysiz? Nima bo'lsa mayli, ixtiyor desak, 你想吃什么? 随便。好，yana masalanga bu kitobni o'qisam bo'lamdi? 我可以读这本书吗? ixtiyoringiz 随便。Demak, 随便deganimizniki ma'nosi nima? 就是 ixtiyoringiz hamda bir ishni siz xohlagancha qilsangiz bo'lsa, nima 就是随便 desangiz bo'ladi. 你太随便了. Siz bek nima bo'lib ketdingiz? Siz bek ixtiyoringiz bo'lib ketdingiz desak bo'lamdi. 你太随便了 deganimiz 就是siz bir ishni qilgan vaqtida faqat boshqalar bilan koringiz yo'q, o'zingiz xon, o'zingiz bek bo'lib, nima ish qilgingiz kelsa shuni qilib ketsangiz, nima qarish taraf sizga 你太随便了 deydi. Nima 你太随便了 degandan keyin bu gapning ma'nosi siz sal oshirib etdingiz demakchi, sal oshirib etdingiz demakchi. Xo'p, unda bo'lsa siz bekkilik erkin azod ekansiz, nima qilgingiz kelsa shuni qiladi ekansiz deb turib mundaq demoqchi bo'lgan bo'lsanglar, 你不能说你太随便了 deb mundaq desak bo'lmaydi. Nima uni qandaq desak bo'ldi? 反正你可以说你给人感觉非常的自在，想做什么就做什么 deb desangiz bo'ladi, 但不能说随便。好，明白了吗？下一个词一点儿，点儿 oldida bir ugunib bo'lgan. Den deb o'rgangan. Soat degan vaqtimizda soat 1 degan bo'lsak, 1点、2点、3点。那么shu点 mushu shu. 那么点qandaq 竖横 andagi 一个口 and osti 4个点 and 最后一个呢是 r 撇竖弯钩。一点 ma'nosi azraq. Masalan, azraq charchadim desem, idearli desem bo'lamdi. Bo'lmaydi. Nima qandaq deymiz uni? Yo'dirli. Demak, bu yerda bir nuqta ozroq degan vaqtimizda chuqur shu hamma narsaga yedirni ishlasam bo'ladigan o'xshaydi desak bo'lmaydi. Masalan, mushta oldiga akab turib, keyiniga bir so'zni qo'shib, hozirga o'xshash, ozroq charchadim, ozroq qo'sqam ochdi, ozroq tez, ozroq mundaq degan vaqtimizda ozroq egiz deb mundaq so'zlagan bo'lsak, buning hammasiga yo'dirni ishlatamiz. İdearni ishlasak bo'lmaydi. İdearni qandaq vaqtida ishlatamiz desakchi, buningki agarda sifat kelgan bo'lsa, nima bu idearni sifatningki keyniga ekilamiz. Masalan, xong qizil. Xong idear. Sal qizil. Nima gao idear. Sal egiz. Xiao idear. Sal kichik. Da idear. Sal cho'ng. Ha, idear degan bu so'zningki ma'nosi azroq. Bayam qaysi so'zlardan keldi? Xong idear, gao idear, da idear, xiao idear. Bularning hammasi sifatda. Sifatningki keyni kelib azroq.
Nama onundan başqa pilning keyniga ekelsekmi buludu. Mesela hıdiyar. Najuş azrak içiş. Mesela nimişkiniz ba degan vaqtimda ni想喝点什么deb so'rasam bo'ldi. Nima yeyingiz ba degan vaqtimda你想吃点什么你想吃点什么喝点什么吃点什么看点什么都可以啊. Pilning keyniga kelsak bo'ldi, sifatning keyniga kelsak bo'ldi. Lekin yo'diyar bilan yediyar ikkisininki farqi garchi har ikkilisining tarjimasi azroq bo'lsa-mu, ishiltish o'rni, ishiltish usuli o'xshamaydi. Qolgan qismlarni biz shu grammatikani so'zlagan vaqtimda yediyar bilan yo'diyarninki farqini aniq qilib yana bir so'zlab beray. Unda bo'lsa, astiga ketdik. 家常饭 家 degan bu so'z bak to'la chiqib ketdi demasam bo'ladi-ku. Shunda qo'shib yana bir qitim deydi. Usti bir tal bao gai tou, andan hang pie, wan gou pie 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 na. 家 长就是经常的一个长，竖点点，andan pie hang gou， 你就补了一个口，然后下面是一个巾，毛巾的巾，这是长的眼喊，大音的眼慢的吃的。 饭 tamak diye mende. Şuna o aldı bir tal 十字旁，然后后面是一个反，家常饭，家 öy， 长 daim， 饭 tamak， öy daim tamak. Qandak? Öy tamaqı. 那就是 daim biz şu öylerde yeydigan tamaklarni 家常饭 deymiz. Mesela bazıda şu aşxanalarga kirib tamak buyurutgan vaqtimizda nima yeysiz desa öylagman deymiz go. Aşı öylagmanni 家常拌面 deymiz. Nama 家常饭就是mesela lagman bulamdı, polo bulamdı, yoki mifan bulamdı, 这些都是家常饭. 那就是 öylerde daim itib yeydigan tamaklar 家常饭 deymiz. 你会做饭吗？只会做一些家常饭. Tamak italamsiz? Şu uyda adatda yetib yeydigan tamaklarni lam italayman. 家常饭. Tushundingmi? Keyingi so'z 怎么样？怎么样？怎撇横竖横横。昨天的一个昨ninki o'ng tarafiga o'xshaydi. 下面是一个心 yurakka. 么什么的一个么撇着点。样是一个木。 Anandaki miyagi bir tal qo'ydiki yang, 怎么样? Ma'nisi qandaq. Masalan, bir odamdan mushu taklif fikr so'rgan vaqtimizda mana qilsak qandaq deb so'rasak, 怎么样? Anandaki mana什么然后怎么样 deb turib so'rasak bo'ldi. Masalan, bugun suqa ichaylik qandaq degan bo'lsak, 今天 我们吃汤饭怎么样 desek bo'ladi. Nima uningdan boshqa biz birga boraylik qandaq degan bo'lsak, 我们一起去吧怎么样或者说我们一起去怎么样 desek bo'ladi. 怎么样 qandaq degan ma'noni bildirdi. Uningdan boshqa mushu siz bir ishlarni qilib bo'lib qarish tarafdan qandaroq ekan deb turib, yaxshimikan, yaxshi emasmikan, bo'lamdikan, bo'lmamdikan deb so'ramoqchi bo'lsangiz-mi, yana mushu zima ya'ni ishlasangiz bo'ldi. Masalan, men qizil rangli ko'ylak kiysam qandaq desak, 我穿红色的裙子怎么样 desak bo'ladi. 我穿红色的裙子怎么样? Bu qora rangli oyoq qandaqkan degan bo'lsak, 这双黑色的鞋子怎么样 degandagi qarish tarafdan yaxshi yomonligini so'rganligimiz bo'ladi. Lekin ma'nosi o'xshash, qandaq. Ha, unda bo'lsa, 下一个词服务员. 服 degan bu xatga qarasak, 一个月, 然后横折钩竖横撇捺服. And then 物是上面一个反文撇横撇捺, and then 下面是一个力一个力。员我们已经之前出现过了是吧？职员的chiqqan vaqtida ko'rib bo'lgan bu xatni, o'rganib bo'lgan. 上面是一个口，下面是一个背，服务员。Ma'nosi mulazimatchi. Oshxonalarga yoki bo'lmasa qahvaxonalarga, undan boshqa yerlarga berib, ya tamoq yeb, ya bir narsa ishga vaqtimizda biz shu mulazimatchini chaqirgan vaqtimizda qanday chaqiramiz? 服务员
deb chaqiramiz. 服务员点菜 degan bo'lsak, mulazimatchi tamoqni yezib eting degan ma'noda bo'lib chiqadi. Ya'ni masalan, 服务员你过来一下 你过来一下 nima mulazimatchi bu yerga bir kelsangiz bo'pti ekan degan ma'noda chiqadi. Nima 我是一个服务员 degan bo'lsam, 我是一个服务员 desam, men bir mulazimatchi bo'lib mangdi. 好，服务员 u bir kasbni so'zlaydi, ya'ni mulazimatchi degan ma'noda chiqadi. Unda bo'lsa keyingi so'z 点餐 点 degan bu xatninki yana bir ma'nosi buyurtish. 好，yezilishini 我们再说一遍，竖横一个口四个点，餐 bayam suda chiqdi shunaqa, yana 竖横 qilib, andan 这个地方是一个多 o'xshab qoladi va 多 nikiga o'xshab qoladi, lekin kichik. 那么这边是一个小右，小右，然后下面是一个十，tamoqdagi十，撇捺人的yezib, anandagi 点，横折横横竖提撇捺。点餐 tamoq buyurtish. 你们点餐了吗？ tamoq buyurdinglar mu? 我们已经点餐了，我们已经点过餐了。biz tamoq buyurtib bo'ldik. 那么我们还没有点餐 tehi tamoq buyurtmadik degan ma'noda bo'ldi. 好，你来点餐吧 tamoqni siz buyurting. Yana bir keldik. 你来点餐吧 tamoqni siz buyurting degan ma'noda. 好，下面tamoq buyurtgan vaqtimizda qandaq buyurtimiz, nimaga qaraymiz? Tamoq tizimligiga qaraymiz. Tamoq tizimligini 菜单 deymiz. 菜单 点餐的 aslidagi so'z 就是菜单 degan so'z. 好，那我们来看一下这个菜单怎么写的啊？一个草字头 o'simlik mushu sayko'ktatlarning hamsi o'simlik bo'lganligi uchun 草字头 chiqadi. Andan asti 撇点点点或者说点点撇 横竖撇捺，这是菜。那么单 单位的给单 上面是两个点，然后竖横折横横横，最后一个竖，这是菜单。ma'nosi tamoq tizimligi tamoq tizimligi. ism tizimligi, ismni nimda aytdik? Mingda aytdik. ism tizimligi bo'lsa 就是名单，名单。sayninki tizimligi bo'lsa 菜单。ma tamoq tizimligi 菜单 deymiz, 饭单 demaymiz, 菜单 deymiz. 好，那么 mulazimatchi tamoq tizimligini egarsangiz bo'pti ekan, men bir ko'rib baqay desak, 服务员麻烦您拿一下菜单，我 tamoq buyurtiman, 我要点餐 desak bo'ladi. Hamda mushu tamoq tizimlatgan vaqtimizda, buyurtgan vaqtimizda 点餐 desakmi bo'ladi, 点菜 desakmi bo'ladi. Har ikkilisi bo'laverdi. Xo'p, unda bo'lsa, keyingi so'zga o'tib ketdik. 要 要不要的要 oldida bir qitim chiqqan. Qayerda chiqdik desak, 需要 lozim, muhtoj degan vaqtimizda 需要的chiqqan. 需要dagi 要 mushu shu. 上面 shiga o'xshab qoladi va iliqi g'aribdagi shiga o'xshab qoldi. 横竖横折竖竖横，然后下面是一个女，下面是一个女，这是要。那么ma'nosi ilish, yana birisiga kerak degan ma'noni bildirdi. Ya buni 3 xil ma'nosi chiqdi. Yana birisiga shu moqchi, mehchi degandekchu. Masalan, siz nima olasiz desak, 你要什么？你要什么 desak bo'ladi. Nima siz nima ish qilmoqchi degan bo'lsak, 你要做什么？你要做什么 desak bo'ladi. Nima uningdan boshqa bayam mushu yana nima dedik? Ilish dedik-ku, 比如说mushu tamoq buyurtgan vaqtimizda qandaq ichimlik olasizlar degan bo'lsak nima deymiz? 你要什么饮料？你要什么饮料 desak bo'ladi. 要 ma'nosi nima bo'ldi? Ilish yoki bo'lmasa moqchi-mehchi, lozim degan ma'nolarni bildirdi. Xo'p, unda bo'lsa, keyingi so'z 份。份一个单人旁 and minute 的分就那个撇捺横折钩撇份
Bu bir miqdor so'z bo'lib ma'noda. Bu miqdor so'z kelgan chaqda masalan tamoq bo'lgan bo'lsa, 一份饭, 一份菜. Ig'iz tilida ko'pintisi fir qilib keyiniga mushu arni qo'shib olamiz. 一份什么什么，比如说bir tamoqni degan bo'lsak, 比如说宫保鸡丁degan bo'lsak, 一份宫保鸡丁. yoki bo'lmasa 大盘鸡 degan bo'lsak, 一份大盘鸡 deb turib so'zlaymiz. 一份 bir kishilik degan ma'noni bildirdi. Ha, unda bo'lsa, firninki ma'nosi u bir miqdor so'z bo'lib ma'noda. Endi keyingisi 干煸炒面. 干煸炒面. Bu nima? Quruq qo'rilgan cho'p. 好，干煸炒面，这个非常的好吃啊，那的 tamlik bir tamak. Yezilishi kan quruq, hang shu bilan tugaydi. Bien deganimizning oldida bu tamakni biz nima bilan pishiramiz? O't bilan pishiramiz. Shuning uchun oldida bir tal huo zipang chiqadi. Iga huo. And then 后面是一个扁，点横折横撇，bo'lgandan keyin ostiga shu 横折钩横，然后呢竖qilamiz. 这是干煸炒面 o'xshash 炒一个火 andan keyin 一个烧面. Ama shu ilaqi oldida men sizlarga o'tgan vaqtimda 对面 deb chiqqan to'g'ri bu men 对面. Nima shu vaqtida nima degandim? Mushu bu xatni sizlar doim ko'rib turibsizlar, nada ko'rsizlar desak, unning ustida ko'ramiz deb. Nima menningki un, ximi degan ma'nosi bor. Shuning bilan bu menni qanaqa yozamiz? Hang, anandagi menga shopye. Shu hang zhe gou, 然后呢竖横横 干煸炒面 tamoqning ismi. Quruq qo'rilgan cho'p. Ha, unda bo'lsa, keyingi so'z. Zay. Yana bir ish birinchi qitim bo'lib, yana ikkinchi qitim bo'lgan vaqtida zay deymiz. Yana bir qitim. Shunaqa qaytilandi degan. Yoki bo'lmasa, ma ish bo'lib, uning ustiga yana qaytilgan vaqtida mo zay desak bo'ldi. Yana o'xshash ma'noda zay. Yana bo'lib ma'noda. Ezilishi, iliq dastlab tugangan chaqda xayr xo'sh degan nimda aytdik, zay jen deymiz-ku. Ashu zay, yana shu. Zayning ezilishi 横竖横折钩竖横横，这个地方一定要注意的一个点啊，bu yerda nihoyatda diqqat qiladigan bir nuqta. Mazayni ostiga biroq tortib etmang. Pastga tushsa bo'lmaydi. Shu ikkinchi hingda ham to'xtab qolsin, pastga hargiz tushirib etmang. Ha, unda bo'lsa, masalan bir biz jumla tuzib baqaylik. 比如说, mushu tamoq buyurtganda desak, 一份 干煸炒面，再来5个包子，这些不多哎，再来5个包子，或者是再来一份抓饭，degandek. 那么再yana. Ondan başqa bayam nimdedik bir ishni ikkinchi qitim qilgan vaqtimizda 就是再，比如说 hozir jo'zini surtdingiz, 擦完了吗? 擦完了, surtib bo'ldim. Qarsam pokis emas ekan, nim deyman? Yana bir qitim surtding desam, 再擦一遍, 不干净, 再擦一遍, 再 yana. Xat yozdingiz, o'lchamlik yaxshi chiqmabdi, nishada bu 好看不规则. 那么老师会说, 再写一遍, yana bir qitim yozing. Yana ikkinchi qitim qilgan vaqtimizda 就是再 bo'ladi. Ha, unda bo'lsa, keyingi so'z 串. Bu xatningki o'ziga munda bir qarab baqsak, ustiga bir tal mundaq yapılaq yezib qo'ygan kov, ostiga yana bir tal kov, o'ttirdi bir tal zix bilan o'tkazib etdik. Chuan ma'nosi mushu xatning o'ziga o'xshashlam zix degan ma'noni bildirdi va qanaqa yozdik? Bayamda bo'ldik, ikki kov, anandagi o'ttirdi bir tal zix bilan o'tkazib etgan. Chuan. Ha, masalan, bir zix kebab desak, 一串烤肉, 一串烤肉 deymiz. Nima uningdan boshqa bu chuan yana qanday vaqtda ishlasak bo'ladi desak-a? Masalan, mushu miqdor bo'lib ishlatgan vaqtimizda uzum, bundaq bir shingil uzum bo'lgan vaqtida 一串葡萄 desakmi bo'ladi? 一串葡萄. Nima marjan, bundaq o'ttirdan tushuk bilan o'tkazilgan bundaq marjan bo'lgan bo'lsa,
onu一串项链一串项链 desek buludu. 好，串 degan bu so'zningki xarakteri nim deymiz? 量词 ya'ni zıh degan ma'noda buldu. Nima kavrov işte zıhga o'xshash o'tkazilgan narsadan boshqa marjongimi buludu? Yani birsiga üzümgimi buludu. Üzüm bo'lgan vaqtida shu bir shingilga qarta bo'lib mangdi, ha? Amsa keyingi so'z 烤肉. 烤肉 degan nima? Kebab. Qo'sqanlar ashqan bo'lishi mumkin. 烤肉 deganimiz 就是 kebab. Yezilishi aldı bir tal xo, chunki biz 烤肉ni kebabni o't pishiramiz. Shuning uchun oldida cho'qim o't bo'lish kerak. Keyinidagisi ustida bir tal tu, shunday qilib pie qilib shu zhe gou. 然后呢一个横就 OK 了。烤 那这个肉 degan xat 竖横折钩 qilib 一个人再一个小人就是肉。烤肉 kebab。我最喜欢吃烤肉。Men kebabga eng amrak. Men bir o'tirishimda 10 kebab yeyapman desam, 我一次可以吃10串烤肉 desek bo'ladi. Mulazimatchi 30 kebab ekiling desek, 服务员来30份，不对，来30串烤肉 deymiz. 份 desek bo'lmaydi. 份 degan tamoqniki串bo'lishi kerak. 一串烤肉。记住了吗？ onda ho'sa keyingi so'z 喝 一个口 andin 一个日 andin 撇横折钩 kichida bir tal kichik ren andin shu zhe 喝 bu so'zning ma'nosi ichish. Ha, burun biz bir so'z o'rgangandik oldida k deb. U k degan nima usashdi. U xatning oldi qandaqdi? 一个盐这个3点水 aning degan kayni o'xshashdi-ku. Nima suv yo'q, suvga muhtoj bo'ldim. Shunga usavatdiman. Nima hozir suv bor bo'lgandan keyin buni ichimiz. Ichganda nima bilan ichimiz? Eg'izimiz bilan ichimiz. Shuning uchun oldida nima bor? Kovzi pang. Oldida eg'iz bor. Shu ichishdagi h bo'lib mangdi. Suv ichish 喝水 ichimlik ichish 喝饮料 choy ichish 喝茶 men faqat qaynoq suvlam ichaman desak 我只喝开水 qaynoq suv nima deymiz? 开水 开水 我只喝开水 men choy ichaman 我喝茶 siz nima ichasiz? 你喝什么? 我喝茶 你喝什么? 我喝咖啡 deganga o'xshasa 喝 ichish deganni bildirdi. Ha, unda bo'lsa keyingi so'z 饮料 饮料 oldi 一个十字旁 andin keyin 撇横钩撇捺 次 degan xat esimizda bormi? Qitimdagi 次 一次两次 次 ning oldi 是一个两点水 那么shu 两点水ni 十字旁 ga o'zgartirib yozsak 就是饮料的饮 那么料 degan xat 一个米 gurishdagi米 andin 点点横竖 一个斗 饮料 ma'nosi ichimlik. Qandaq ichimlik ichsiz? 你喝什么饮料? 你喝什么饮料? Men ichimlik ichmayman. 我不喝饮料. 我不喝饮料. 好，那么明白了吗？好，饮料 degan so'zningki ma'nosi ichimlik. Amsa keyingi so'zga ketdik. 茶 茶 choy degan ma'noni bildirdi. 横竖竖草字头撇捺 andin 横 anandagi 竖钩点点 那么 ostda 一个小 kichikdagi 小 bu xat 茶 ya'ni uyg'urcha ma'nosi choy. Men qora choyga amroq desak bu qora choyni hanzucha 我喜欢喝红茶 deyishimiz kerak. 我喜欢喝红茶 那么我喜欢喝绿茶 我喜欢喝绿茶 deydigan lami bor. Uningdan boshqa mushu gul choylar deymiz-ku, 茉莉花茶 玫瑰花茶 薄荷茶 都可以茶 龙井茶 等等等等 opam kunda 5 stakan choy ichidi desak
妈妈每天喝5杯茶。妈妈每天喝5杯茶desek bo'ladi.茶 nima? Çay. Ha, 喝茶 degan vaqtimizda bu qaysi biz ishkili bo'ladigan choy. Unda bo'lsa, mushu choyni damlaydigan choyni chaye deydi. Chaye. Ye degan yupurmoqqa damlaydigan choyni chaye deymiz. Ichadigan choyni cha deymiz. Choy ichish bo'lsa, xı cha bo'ladi. Ha, unda bo'lsa, biz mushu doim choy ichgan vaqtimizda qandoq damlab ichimiz? Çögünge demleyimiz. Şunağı çögünni hanzu tilida hu deymiz. Hu. Mushu cha degan so'zniki aslidagi so'z. Nima? Qandoq yozadi ekanmiz? Shameshi hang shu hang. Andan pie hang gou qilib ye. Zhiyedagi ye ismimiz bormi? Bir yeni akasak shu hu degan xat. Nima? Hu degan bu xatniki ma'nosini bayamdidik. Sha çeynek. Bir çögün çay desek, 一壶茶desek bo'ladi. 没有问题吧？好，unda bo'lsa, keyingi so'z 薄荷茶. 薄荷 degan nima desek, yolpuz. 那 yolpuz chayi deganimiz 就是薄荷茶. 好，我非常喜欢喝薄荷茶. Men mushu yolpuz chayiga bek amroq. Yolpuz chayi issiqni yondirdi desek nima deymiz? 薄荷茶败火 desek bo'ladi. 薄荷茶败火. 那么 薄 degan bu xat sal tasmo. 一个草字头，然后一个3点水，andan横竖横折钩横bo'lgandan bir shu tatib biriga bir chekit, 一个点，eng ostida 一个寸横竖钩点，这是薄。和呢是横竖竖，也是这个草字头啊，跟撇竖一个单人旁，马记的可以的给可，薄荷茶要不起。好，我们的后三 kinks。放degan bu so'z oldida bir chiqqan. Nerede chiqqan desek, 放学的 chiqqan. 放学的 nima de? 放ni qo'yib o'tish, 学 degan o'qish, nima darsdan tushib uyga qaytgan vaqtimizda ham shu 放学了 deydik. Nima 放 bu yerda yana bir ayrim chiqdi. Ma'nosi qo'yish. Ikki xil qo'yish. Masalan, ichiga silayotgan vaqtimizda mu 放 deymiz. Nima yana birisiga ma'lum bir joyga qo'yib qo'ygan bo'lsak mu 放 deymiz. Masalan, apa, somkamni nega qo'yib qo'ydingiz desam, deyman. Mama, 你把我的包放哪儿了? 你把我的包放哪儿了? desek bo'ladi. Nima uningdan boshqa, masalan, men yolpuzcha ishga vaqtimda ichiga asal quyib ichaman desam, 我可以说，我每次喝薄荷茶的时候会放一点儿蜂蜜。那么bu yerda dovni ishlasak mi bo'ladi, fangni ishlasak mi bo'ladi? Agarda lekin o'sha qanni sag'an bo'lsak, o'sha vaqtida cho'qim u iliqimda qattiq narsa bo'lgandan keyin cho'qim fangni ishlatamiz. 我会放一点儿方块糖 degandek. 好，这个放 qo'yish. Endi keyingi so'z Lazı. Lazı degan mush. Bu xatniki yezilishi 点横 ustiga bir daliliq li o'xshab qoladi-ku. 但是还是不太一样啊，点横，然后这个呢是一个点撇横横，andan keyin撇。majidi 竖横 qilib andan keyin 一个口，yapılaq 口 andan keyin 竖撇捺辣。字就是儿子的字，这个没什么问题。辣子 mush， bu mush bek açıkken, açıkna mush辣deymiz. 那şu vaqtida 这辣子太辣了，这辣子太辣了。那么 mening tamog'imga mush qo'shmang desek, 我的饭里不要放辣子，我的饭里不要放辣子 desek bo'ladi. 辣子 mush açık bo'lsa 辣.太辣了. 辣. Tushundingmi? Amsa keyingisi 请
Ching degan bu so'z taklif qilish degan ma'nosida chiqadi. Yana birsiga shu hurmat so'zida, masalan, kiring degan bo'lsak, o'ltiring, ani qiling, mani qiling deb turib, nihoyatda hurmat so'zida so'zga vaqtimizda oldiga bir tal chingni qo'shib qo'yamiz. Masalan, so'rab baqsam desak, chingwen, chingzuo, kiring, chingjing degandek. Nima uningdan boshqa shu mehmon qilish, taklif qilish degan vaqtimizda ching deymiz. Masalan, bugungi bu tamoqni men mehmon qilay desak, 今天这顿饭我请 Mesela, 今天这顿饭我请客desek nima deydik? Mehmon qilish. Lekin bu shu mehmon qilishga kelgan vaqtimizda hargiz men sizni mehmon qilay deganni 我请客你 desak xato bo'lmaydi. Buni 这么说. Qanday deyishimiz kerak? 我请你 我请你 yoki bo'lmasa 我请客 tugdi. Kendiga nini qo'shib olmang, a? 我请客 ya bo'lmasa 我请你. Nima, masalan, kebabni mehmon qilgan bo'lsam, o'sha 我请你吃烤肉, 我请你吃烤肉. Qahvada mehmon qilgan bo'lsam, 那就是我请你喝咖啡. Kino ko'rishni mehmon qilgan bo'lsam, 就是我请你看电影 desak bo'ladi. Tushundingmi? Hamsa eng oxirgi so'z 稍等, 稍等, 稍 一个和 Andan keyin 一个竖点点 ilaqa chang ning ustiga o'xshab qoldi. Asta bir tal yu, shu hang zhegou hang hang. Lekin shu xatning orasiga kirib ketgan vaqtimizda shu yuni chu bunda pie qilmaymiz. Ko'pincha shu qilib tushiramiz, shao. Andan keyin deng degan bu xatni o'rganib bo'ldik. 上面是一个竹字头，然后横竖横，andan keyin hang shu gou点，稍等。稍 degan biza ozroq, deng degan saqlash. 稍等就是 sal saqlang degan gap. Masalan, sal saqlab turing desak, 请稍等, 请稍等 desak bo'ladi. Uningdan boshqa birdam saqlab turing, men hozir boraman desam, 你稍等一会儿，我马上到。你稍等一会儿，我马上到。好, unda xo'sa bugungi so'zliklarning hammasini o'rganib bo'ldik. Saboqdoshlar, 你们都学会了吗？那么，如果没有学会， 老师给你们的建议呢，就是把今天的这个视频再看一遍，应该就会了。那最后跟老师把所有的这个生词一起读2遍，好吗？我们的火速başladık。吃，吃，随便，随便，一点儿，一点儿，家常饭，家常饭。 怎么样？怎么样？服务员，服务员，点餐，点餐，菜单，菜单，要，要，份，份，干煸炒面，干煸炒面，在。 在串串烤肉烤肉喝喝饮料饮料茶茶壶壶薄荷茶薄荷茶 放，放，辣子，辣子，请，请，稍等，稍等。好，那今天我们的课呢，就先上到这里。作业每一个生词抄2行，然后选择其中的5个造句。Bugungi darsimiz o'shagacha bo'lsin. Topshiriq har bir so'zni 2 qo'rdan ko'chirib, o'ttirsidan 5 ni tanlab, jumla tuzib eting. Undaq bo'lsa, kelarki sonda ko'rishaylik. Xayr xo'sh, 我们下一期再见。再见。